Navoiy xalqaro aeroporti orqali viloyatning logistika salohiyatini yanada oshirish maqsadida xalqaro yuk aviareysi muvaffaqiyatli yo'lga qo'yildi. Mazkur reys Indira Gandhi International Airport Hindiston Dehli hamda Navoiy International Airport O'zbekiston Navoiy yo'nalishi bo'yicha Airbus A300 samolyotida Airspeed Charter aviakompaniyasi tomonidan amalga oshirildi. Bugun 23-aprel 2026-yil kuni Airspeed Charter aviakompaniyasi orqali Navoiy xalqaro aeroportiga Hindistonda birinchi reyslar qo'yildi. Bugundan boshlab turib kuniga 2 tadan reysda Hindistonda halol tartibda so'yilgan mol go'shti mahsulotlari qo'nishi boshlanadi. Ushbu tashuv doirasida 42 tonna muzlatilgan go'sht mahsulotlari olib kelindi. Bu esa ichki bozorni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ladi. Yangi yuk yo'nalishining yo'lga qo'yilishi hududda logistika xizmatlari rivojiga xizmat qiladi. Oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Ta'minot zanjirlarining barqarorligini oshiradi. Navoiy xalqaro aeroportimizda Cargo Airspeed reysini qabul qilib oldik. Birinchi reysimiz, xudo xohlasa bu reysimiz muntazam yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilmoqda va bugun birinchi bor go'sht va go'sht mahsulotlarini import qilish jarayonlarini ham boshlab oldik. Mazkur voqea Navoiy xalqaro aeroportining xalqaro yuk tashuvdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Bu esa mintaqadagi logistika markazlaridan biri sifatida rivojlanishda navbatdagi qadam bo'ldi.